Mana kosa somsamni yeb ko'ring-chi. Вообще o'sha Kelinglar, oshxonamizga yangilik kiritib, kosa somsa tayyorlaymiz. Mazasini esa oxiridagi atsifdan bilib olasizlar. Nachinkasi uchun piyoz, go'sht, murch, zira, kashlich hamda tuzdan foydalandik. Endi esa somsani xamirini tayyorlab olamiz. O'rtacha qattiqlikda xamir qoramiz hamda uni yoyib, ichiga sariyog' surtib, muzlatgichga jo'natamiz. Chunki muzlagan xamir yaxshi yoyiladi. Avval ko'p eshitganman-ku kosa somsani, lekin uy sharoitida tayyorlab ko'rmagan. Nachinkani ustiga esa pomidor, bolgarskiy hamda ozgina yog' qo'shilar. Boya yoyib olgan somsa xamirlarimiz xuddi videoda ko'rsatilganda kosalarimiz ustidan yopib chiqamiz. 180 gradus 50 daqiqaga pishirgani jo'natamiz. Yaxshi kelin bo'lib, vaqtimizni bekor ketkazmasdan. Anchadan beri yuvishim kerak bo'lgan pardalarimni yechib, timsinni parfum hidli jidkiy parashok va kapsulalarda yuvib oldim. O'zida umuman dog' qoldirmaydi. Hidisi yuzdan gupirib kelib turadi. O'zimdan zakaz qilib olishimiz mumkin. Kosa somsalarim ham tayyor bo'ldi. Issiqligida ochib, dasturxonga tortamiz. O'zidan chiqqan suvlarni ko'rdinglarmi? Tamam, zo'r bo'lar ekan. Xuddi tandirda pishgandek. Bu nafaqat retsept, balki turmush o'rtog'ingizdan pul olishi yangicha usuli ham edi.